Mana shuncha sut sog'ishib olsin, qolgan bolasi yemsin. Mana Bolasiga ham yetadi. Ro'zoga menimcha katta ro'zoga yetadi. 19 ta sut. 19 ta sut mana shu. Oshirib. Kashtan sigir olaman, sutdor sigir olaman deganlarga. Hali ekan Zohidjon Lekin yetishlar. kuchli. Ha? To'g'risi, katta mol lekin mol. Oh, bolami. Bolasi ham zo'ridan, bolasi yetib berdi. Shuni ovoz bo'ladi. Kamida 700 kilolik balki. Ikkinchi sigirimiz Shved sigir olaman deganga yoki semental bolaligidan olaman deganlarga dolasi borki ham buniki ham. Qo'yib yuboravering tabiiyki. Estonda kuchligida olaman deganlarga bunaqa bo'g'ozda olaman deganga jonivor Zohidjon xohlasa 20 kun uzog'i 1 oy. Shunaqa 1 oyda atrofida tug'adi-yu, lekin taxminimiz to'g'risida ozgina qorniga qarasak egzash deyapti. Ham sinaqda mollari bordi. Dehqonchilikdan so'raganlar. Sababi dehqonchilik. Mana Zohidjon 2 oylik bo'g'oz, 3 oylik bo'g'oz, ana bu ham 2 oylik bo'g'ozligida kelgan mollar. Anchadan bular dadam uydagi mollar. Zohidjon bilasiz, o'zingiz mana xo'jalikni ham bilib turibsiz. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Zohidullo Shoppingda sotiladigan sutdor sigir olaman deganlarga bolalari novvosidan, bolalari sementalidan ikkita sigirlar, bitta dolasi Eston bo'g'ozi bor. Shved, kashtan sigir bo'g'oz olaman deganlarga, sutlik sigir olaman deganlarga dolasi oxirigacha kuzatib boshlang. Hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bugun hafta kuniga juma muborak kun sanamiz 30-yanvar 2026-yil, manzil Farg'ona viloyati Quva tuman Quvandiyali sentrida. Xudo xolasa sigir sifatlik, sutlik, yaxshi narsa axtarganlarga tashlab ko'rasizlar. Mollar sifatlari zo'r ekan, dolasi narxlari ham arzon qilib beriladi. Like deydigan bo'lsa, like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Shunaqa sigir olaman deganlarga tashlab ko'rasizlar. Oxirigacha kuzatib borasizlar, yurish-turishlarini, sog'ishlarini berib o'tamiz. Assalomu alaykum, Shukrullo aka. Assalomu alaykum Zohidjon. Assalomu alaykum Zohidjon domonachilari. Mana Xudo xolasa yana bir kechadan keyin birgamiz. Hammalaringga juma ayyom muborak bo'lsin. Aytganingiz kelsa sizga ham aka. Ilohim qalblaringda nima yaxshi niyatlar bo'lsa Alloh niyatlaringga yetkazsin. Zohidjon kecha aytdim-ku, Xudo xolasa ertaga rosa ham sinaqda mollari bordi. Dehqonchilikdan so'raganlar. Sababi dehqonchilik. Mana Zohidjon 2 oylik bo'g'oz, 3 oylik bo'g'oz, ana bu ham 2 oylik bo'g'ozligida kelgan mollar. Anchadan bular dadam uydagi mollar. Zohidjon bilasiz, o'zingiz mana xo'jalikni ham bilib turibsiz. Shularni Xudo xolasa qo'yib chiroyli qilib, bizcha yaxshi ish boshlovdi, ashlarga mollarini sotyapmiz Zohidjon. Mollar sutdor ekan. Mollar haqiqiy sutdor, sababi mana bunday bo'lganda Zohidjon bular. Bizga enasi bo'g'oz bo'lib keladi-yu, suti 15 ta, 16 ta suti bor mollar baqa ukamga berganmiz. Katta sigirlar, sutli sigirlardi. Ularda haligi emlovlari, yashurga, germatipga hamma yo'q emlovlari bo'lgan Zohidjon. O'ylanishi yo'q ekan-da. Xo'q, men olib borib fermasiga qo'shib yuboradi. Holagan bitta odam, bitta molga ham, unda molga. Xudo xolasa, aytayapman, kim olsa baraka topadi. Biz gapimizni boshida aytadigan gapimiz, kim YouTube'danmi, bozordami chorva olsa, Alloh chorvalariga baraka bersin. Ilohim xayrli, barakatli bo'lsin. Bundaqa semental bollarini sotib, katta hajlarga borishda Alloh o'zi nasib qilsin. Bollar ikkalasini ekan novvos ekan, lekin zo'ridan deganlarga ikkalasini ekan kuchli. Mana kallani qarang. Uni ham o'ta ham kuchli, semental bo'lmasa ham, lekin semental bilan bellashaman deyapti. Mana uni qarang, Zohidjon. O'ta ham polvonligi. Yelinlari shunaqa yumshoq, shunaqa mazza. Bosh qarab qo'ying. Mana qarang, Zohidjon, yelinlar qarang. Mana mashini ham biz Zohidjon 20 ta sutga bermaymiz. Ozroq aytiladi. Mo boshni qarang-da Zohidjon. Lekin to'g'risi bu yo'q vaqt ko'rib 25 ta desa ham 30 ta ham deyishyapti. Shunaqa o'ylanmasa bo'laveradi ekan. Zohidjon mana 30 ta ham deyishyapti. Shunaqa. Xudo xolasa. Kashtan deganlar, kashtan zo'ridan Boshlaverdik-a Zohidjon. Ma'lumotlarni ko'chada beramiz, ha? Yosh yerda berib o'tib ketaveramiz. Bir yo'la narxini aytib, ko'chada yetalab bersak bo'ldi. Keyin sog'ib ham beramiz. Sog'ib ham mana Zohidjon sutni lag'zimizga ishonishaveradi. Yuvoshliklarini vozillatib boshini sog'ib beramiz Zohidjon. Qolganini uyda sog'ishib olamiz. Qolganini uyda sog'ishib olaveradi. Xolos erta bilan chiqaramiz, xohlasa. Erta bilan olyapmiz. Uylaringizga borganda sog'ib olaverasizlar, xohlasa suti boridan deganlarga, sut ko'pidan deganlarga. Mana ovozini qarang, Zohidjon nima deyapti? Xolos zo'r lekin. Kim deydi qarang. 5-6 kun. Endi katta mol enasi ham. Zohidjon bo'yi 1.35 ga plus. 1.35 ga oshib, ruqroq ham chiqib qolsa kerak. Ha, plusda endi borini aytaveraylik. Uyga olib borgandan keyin mana bitta mol olsa ham mazza qilib bitta katta xo'jalikda baqadigan mol. Shunaqa. Zohidjon bitta molni suti xo'jalikda ham mol o'zini ham baqadi. Yoki o'rniga bittamta yoki ikkitamta. Hozir qarang, bir kunda baylab turib 15 litrdan oshiq bolasi tayida yurib sog'ishdi.
Shunaqa. Va bu o'tgan yili bo'g'ozligida kelib, o'zi bu 6 oy, 7 oylik bo'g'ozlikdan 15 ta sut beryapti. Yoki zo'r lekin mol. Lekin egasi 22 ta suti bor degan Zohidjon. Aha. Xudo xolasa endi olib borib sog'ib ko'rishsa ma'lum bo'ladi. 15 taga deb hisoblaymiz-da hozircha. Ha, 15 taga olaversin, 15 olib borsa litr. 18 ta sog'adi. 15 litr sut, lekin boki haqiqiy katta. To'g'risi mol o'zi ham kichkina emas, katta mol. Boki katta ko'ringaniga qaraganda kichkina mol emas deb o'ylanib turganlar uchun unaqa mol emas. Bo'yi 1.35 bilan 1 qur atrof chiqadigan, bolasini ham zo'r bergan, tutalarini oralariga ham e'tibor bersalar, keyinligi o'zi sutli molligi ko'rinib turibdi. 15 dan oshiqroq sog'aman, kashtanni sut ko'pidan, ham sut qo'yig'idan bo'lsin deganlar shunaqasida. Endi bular parodasi zo'r. Yoshini ko'ramiz endi. Bolasi lekin yaxshilab qo'yib beraman. 6 ta bo'lsa yeriz Zohidjon. Yuragi 6 kilo 8 yoribdi. Ko'rdingizmi? Zo'r ekan yoshi. 3-bolasida Zohidjon biz borini aytib ketaveramiz. Bu boklar qarang, o'ng chap umuman tanlamaydi Zohidjon. Erkak kishi ayol kishi o'ylanmaydi. Yo'q, hozir ko'rasiz. Yelindi teshigiga mashinaga voz zatib tushadi. Napullari ham Mana qarang, turishini qarang Zohidjon. Jonivorni sifati zo'r. Uzoqqa Bitta bo'lsin zo'r bo'lsin degan odamga beramiz-da Zohidjon. Shunaqasidan ekan albatta. Bitta bo'lsin zo'r bo'lsin degan odamga beramiz. Nech pullaymiz? Shularga pulini aytaylik. Zohidjon 55 million, 50 million yo'q. Arzon paytda keyin. Ha. Bu rost bilan ham arzon keyin. Yash payt arzon bo'lgan. Ha, hozir shuni bozorda ham 50 million tevasida narx aytishadi Zohidjon. Shunaqa uni Mana bozorga olib chiqsam 50 millionda tevasida narx aytiladi. Zohidjon 45 million bitta obunachingizga ketdi kamida. Kamini kelishiladi. Ha. Bolasi zo'ridan, sut ko'pidan, kichkina mol emas, kichkina molga taqqoslaydigan bo'lsalar, lekin puli ash kichkina mollar bilan pullar deyarli bir xil bo'ldi shekilli. Nimagaki bozorga chiqmagan, oldinroq kelib qolib, xudo xolasa arzon paytda kelib, endi ozgina yumalab foyda qilib, dolat sotiladi, lekin xudo xolasa emlamalari bo'lganligi, molning yoshi zo'rligi, hamma yo'g'i bolasini zo'rligiga e'tibor beradigan bo'lsalar, bo'lsa ozgina qo'shib, misol uchun 5 millionmi, 4 millionmi, 3 millionmi qaygadir dastlabkasini qo'llaman deganga ham arziydigan ko'rinishi bor. Arziydi. Haqiqat. Keyin mana moni sutini, yog'ini ko'pligini moni yaltiraqligidan bilib oladi. Yaltirab o'z bo'limi boshqacha bo'libdi bol. Kuchlaygan Xudo xolasa tashqariga chiqqanda yetalab ko'rsatamiz. 700 800 balki bir tunda. Tez ma'lumotlarni beraveraylik. Zohidjon mana buni ko'ring. Sigirmizga semental bolaligini aqtaganlar uchun. 15 kunlik bo'ldi. Zohidjon hech qanaqa ichi o'tmaydi. 12 kun tayida yurdi. Endi 3 kun bo'ldi baylab turib, sut yog'ini bilib olaylik deb turib baylandi. Lekin bo'g'ozligida shu molda o'zi bo'g'ozligida 6 oylik bo'g'ozligida ham 13 ta sut bergan. Ha, demak endi sut kiradi. Bu bundan bag'ri. Buni suti ko'p. Shunaqa Qirg'izistondan keyin shu Ha, o'ta ham keyin eng zo'ri bular shunday o'tirdingizmi, vazirlari, yelinlari yumshoq mazza qilib sog'ib oladi. Yoshini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik oldin. Zohidjon. Shimni kelib 8 kilo bo'lyapti keyin. 3-bolasi. Zo'r ekan. Mana Sirg'i o'zbekniki ekan. O'zbekistonniki ekan. Yo'q. Jonivorda ko'rinishi zo'r. Endi o'zimizni qorashuvlardan, lekin bolasiga e'tibor beradigan bo'lsa ham bolasi zo'r katta bo'lyapti ekan. Haligi polvonligi, bo'limi zo'rligi, kuchli novos bo'ladi. Bu ham endi baribir zotga tortadi, semental rangi, tinig'idan deganlarga rangi jonivor tiniq. Endi Zohidjon endi kimgadir nasib qilib olsa Zohidjon ikkitasini bolasiga qo'yib bersin. Shunaqa qo'yib beradigan ekan. Sababi mana uni o'zi xudo xolasa kuzga borib ena bolam puli bo'lib qoladi. Ishda ko'proq rost bilan ham ena bolam puli bo'lib qoladi Zohidjon. Ko'rinishi zo'r. Tamg'asini aytdi ekan. Aytdim-ku, tamg'asi bor edi. Mana tamg'ada menimcha boshqacha turibdi. Xudo xolasa ko'rinishi gap yo'q, sifatli bo'lsin. Bu endi 1.25 atrof chiqadi. Ustini aytdik. Ko'rinishi zo'r, novoz bolaligidan shu edi. Semental bolasi Zohidjon. Molni yoshi zo'r, qaymog'i o'ta kuchli Zohidjon. Nech pul deymiz? Shularga pulini aytaylik. Puli yengil, bunaqa qimmatbaho yo'q. 39,5 millionga butun vodiy bo'ylab olib borib beradi. 39 million 500. Ha, bolasi semental, bolani o'zi 20 millionda kechani bitta ukamiz bitta fermadan olib keldi. Haqiqatan toza sementalni bir kunligini 20 million, 19 million 600 mingga oldi. Xohlasa mana Namanganga borib olib keldi. Arzon qilib berlar, kelishlar. Telefon qilasizlar 39 million 500 kamini kelishlarda arzon qilib uylaringizni beshikasiz bilan vodiy bo'ylab dastlabkilar har bittasida bor. O'zbekiston bo'ylab bo'ladigan bo'lsa, iloji bor. Telefon qilasizlar. Navbat endi Estonda so'zkalar qarang. Bo'g'ozdor deganga. O yelindor ekan bor. Yelindor bo'ladi ekan. 1 oy sabr qiladi, 5-6 million foyda qiladi. Ko'proq foyda qilaman deganlarga. 1 oy sabr qiladi, 5-6 million foyda qiladi. Balkim egiz tug'ar. Ajomas. Ha, mana bu yerda bolang kattaligini qarang. Balkim egiz tug'ar. Eslomon bitta bo'lsa ham ikkita bo'lsa ham tug'ib olgani. Sog' salomat tug'ib olsin, nima tug'sa ham.
Bolasi ajoyib ekan do'kon. Lekin mol chiroqlar ekan o'zi ham. Zohidjon bu ham sinovdan o'tgan sutlari aniq. Nimaga deng? 10 tadan oshiq sut sog'ilgan. Bu oldingi. Ha, 15 ta sut beraveradi yangi tuqqanda. Xohlasa 15 tane Tishini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. O'zbekistondagi bo'yi 1.30 chiqadi, lekin yelindonligi, tutalarini olar kengligi 8-chilarni qarang. zo'r ekan. Ko'rdingizmi? Yoshi zo'r ekan, ha? Yaxshi mol ekan bu ham. Tapalaq, o'ta tapalaq. Zohidjon mana qaymog'i kuchli bo'lsin deganlarga, mana Qaymoq ko'p bo'ladi. qaymog'i kuchli bo'lsin deganlarga Bu beramiz. qachon tug'adi ekan, Shukurlar aka? Zohidjon uzog'i 1 oy novvos bo'lsa. Bo'lmasam 20 kunda tug'adi. Xohlasa taxmin shunaqa qilinyapti. 20 kun bilan 1 oyda atrofida xohlasa tug'adigan, ko'rinishi bor, yoshi zo'r, urinmasdan demak 20 kun bo'lsa, qayi bo'lsa boraveradi. Borsa bo'laveradi. Turishini qarang, Zohidjon. Sog'lom lekin. Shahlo ko'zda o'zi ham. Yo'g'onligin, lekin yo'g'on mol. O'ta yo'g'on. Butun mol. So'skalar qarang, 4 joydaligini. Hozircha bu ko'rinish, ertadan keyin Zohidjon, bu hali tuqqandan keyin tepadimi, usadimi bo'lmaydi. Bular hammasi sinovdan o'tgan. Suti borida kelganlar Zohidjon. 10 tadan oshiq suti bor edi bo'g'ozligida. Nech pul deymiz, Shukurlar aka? Puli arzon 35 millionga ketdi vodiy bo'ylab. Kamini kelishadi. Ha, kamini 35 million so'm baho aytildi. Yilin solib, to'g'risi bu mol, yilin solib chiqsa bu mol yana ham boshqa bo'lib chiqadi. Sigiri Zohidjon 40 million tevasi. Savdogarga ham sho'radi xohlasa, 10-15 kun vaqt yilini to'ldirib, Eshikni ochib foyda qilaman deganga ham menimcha ma'qul keladi. Yurish-turishlarini, ko'rinishlarini ko'rsatib o'tdik. Endi yurish-turishlarini ko'rsatamiz. Kashtan sigir olaman, sutdor sigir olaman deganlarga. Qalay ekan Zohidjon Voy ishlar. lekin kuchli. To'g'risi, katta mol lekin mol. Oh, bolam. Bolasi ham zo'ridan, to'g'risi bolasi yetib berdi. Shuni ovoz bo'ladi. Kamida 700 kiloli, balki 800. Bol novvos qarang, bo'yinli novvos bo'ladi Zohidjon. To'g'risi, bolasi ham zo'r, enasi ham zo'r, suti ko'p, ham ro'zg'orga, ham to'g'risi o'zini baqadiganidan axtarib turganlarga shuni tavsiya qilsak bo'laveradi, shunaqasidan do'stlar. Epchil, ancha charchab chiqib qolibdi. Ha? Ancha charchab chiqib qolibdi. Ha, molda hamma yog'iga tayyor. Yebishtisiga qarab, qoniga qarasizlar, seziladi. Yebishti zo'r boshlandim, dolasi bundan bag'i charchab chiqib, sutga kiryaptigani dolasi belgisini bildiradi. Yurish-turishlari, ko'rinishlari, dadilligi zo'r, arzon qilib beriladi. Rasmiy tushunma qilyaptimi? Kelishlarni, mol go'zal ekan. Turishlari gap yo'q, ha? Ikkinchi sigirimiz shveys sigir olaman deganga yoki semental bolaligidan olaman deganlarga dolasi bor ekan, buniki ham. Qo'yavering, tabiiyki. Bolasi bunaqa zo'ridan katta bo'lgan lekin bolasi jonivordi. Uzunligi, bolasi bo'limi zo'rligi ham ancha katta. Boshlar qarang, Zohidjon. Yurish-turishlar buniki ham dadil bo'lgan. Mollardek hammasi qonni ikkiga chiqib zo'r yeyishga kirgan. Ammo ranglari ham tozaligi, molni yaltirab turishlari, mol to'g'risi e'tibor semida gap yo'q. Bolasini ham ko'ribsizlar, chiroqlig'idan. Nariyoqqa yugurib ketib qolmasin. Arzon qilib bellar olsa kelishlar. Estonda kuchligida olaman deganlarga bunaqa bo'g'ozda olaman deganga jonivor Zohidjon xohlasa 20 kun uzog'i 1 oy. Shunaqa 1 oyda atrofida tug'adi-yu, lekin taxminimiz to'g'risida ozgina qoniga qarasak egzash deyapti. Ajoyib, endi biz bu yo'qada ishib ko'rmaganmiz. Bu mollar tug'ishi mumkin, Zohidjon. Mumkin-da, to'g'risi. Mumkin-da bu. Endi ikki tomonda qarang, bu qorin bo'g'oz molni o'zi egizak tug'dirib yurganlar biladi. Biladi. Ikkita tug'sini mana shu tuqqandan keyin bolalarning dadil bo'lib turganini rasmga olib yoki videoga olib xursand bo'lib tashlasdan olgan odam to'g'risaligi barakotli bo'lsa olgan chorvasi. To'g'risi mol zo'r. Qayerga borsa ham arziydigan ko'rinishi bor, mol yo'g'onligi ham, mol polvonligi ham hamma yo'q zo'r. Bu ham to'g'risi bemalol 10 ta bilan 15 ta atrofida beradi, to'g'risi sutda. Xohlasa yengil beradi. Ko'rinishi gap yo'q. Endi tushlarni ko'rsatib bo'ldi, sog'ib beramiz. Navbat endi sigirlarni yedirishga, sog'ishga kelasiga sutini sog'amiz, napollarini to'la sutdan chiqishlarini ko'rsatib o'tamiz. Bolasini ham dadil bo'lib qo'yganligi to'g'risida. Endi rejimga solib qo'yib berishlari kerak, qo'yib berish ekan deb lekin beparvo qaramash kerak. Sigirlar sog'ishni boshladi, xohlasa ikkitasi narigi tomonga Narigi ikkalasidan chiqayotgan suti. Mana bu tomondan chiqayotgan suti. napollar qarang. Napollari to'rlasdan chiqishi, uzoqdan ko'rinishi, ko'rsaymasi, sutdor sigirlaman deganga yuvoshligi ham, napollaridan to'rlasdan chiqishlari ham gap yo'q ekan. Endi sutini borini sog'ib beramiz. O'zib turib sog' bo'ladiganini ko'rsatib o'tamiz. Qo'yiligi ham yaxshi ekan. O'ta mazza ekan, Zohidjon. Kim olsa mazza qiladigan qarang. Birinchi faqirini to'ldirdik, ikkinchisiga ham sog'amiz. Xohlasa olma qo'yiligi sutini Mashitdan ham ko'rinyapti, o'ta ham boshqacha ko'rinadi. Bola qayerda turibdi Zohidjon, bolani ham olib qo'ying. Bolasi lekin bemalol ma'lum. Turishini ham olib qo'ying. Ko'zlamasini yuvoshligi, sog'ishga osonligi zo'r ekan. Ikkinchi faqir boshlandi. Bir tomoni hali bo'lgan yo'q, Zohidjon, bir tomon bormi? O'zimiz tomon hali bo'lgan yo'q, mashag'i. Ko'rinishligi zo'r.
3-chi taqirga ham boshlaymiz. Zoirjon mana Ikkinchi 3 ta qoldi. sog'li bo'ldi mana 3. Bitta tutayi qoldi. Ha, bitta tutayni endi bergancha hozir sog'ib qo'yamiz. Ko'rsatamiz. Mana birinchi, ikkinchisini mana bo'shatyapmiz. Navbat 3ga. Kavush qaytarib turishiga Aytdim-ku, qarang, bu naforda qarang, Zoirjon. kuchli ekan. Keyin bitta narsani ham sezingda, bola qayerda turibdi. Ha, uzadi bemalol o'zini. Bola qayerda turibdi. Bolasi. Buni Lekin hali mol sog'ishni bilmasdan foyda qilaman, oilamni baqaman shuni orqasidan degan odamga beramiz. xohlasak shunaqa laqtalarga nasib qilsa mol so'raydi. Mana endi sog' bo'ldik desak Zoirjon, bo'ladi. sog'ib bo'lganimiz yo'q hali. Mana qarang, bu orqa yelinda qoldi. İşte Bu bolasi ham qolaverdi ko'proq. Hay burada deyapti. qarang, hali ko'p sut, Zoirjon. Lekin bolasiga qo'yib berilyapti, mamodagi uyga borganda ham sog'ishib olaveradi. Qarang, bu hali suti ko'p. Bolasi ko'plik qilsa, sut haqida tugamayapti. Endi biz tezroq vaqtimiz qolmasin deb naq qo'yapmiz. 3-chi pag'ini ko'ryapsizlar. Mana shundan hammasidan chiqqan sut. Hozir sog'ilgan o'zidan chiqqan sutlarda ko'rsatyapmiz. Mana 11 litrli. Zoirjon, bu 8 litrli. 10 litrli birinchisi, ikkinchisi 8 litrli aqllarga qo'yib Qarang. beramiz. Yo'q, bu yog'ini birinchi oxirini ko'rsataylik. Men qo'yib joyi. Inshaalloh o'xshaydi. Zo'r ekan haqiqatdan. Bu yo'ligi boshqacha botana shu yer. Atalasanga. Qarang, hozir mana shu paqirlarga to'kamiz. Hozir sutini berganini o'lchaymiz. 1,5 mahalla suti Zoirjon. Mana shuncha sut sog'ishib olsin, qolgan bolasi yemsin. Mana Bolasiga ham yetadi. Ro'zorga menimcha katta ro'zor yetadi. 19 ta sut. 19 ta sut mana shu. Oshirib. Xolasa litrlar o'lcha hozir. Istolcha ashi turish. Hali olingan yo'q. Mana bu bitta yelin turibdi, Zoirjon. Mana bilinib turibdi. Turibdi hozir. 10 tomondagisi turibdi. Shunda bor. Shu tomondagi. Qo'ng'iroqlar son qilib beriladi. Kattasiga sog' bo'ldi. Navbat endi semental bolalikka. Navbat mana shu yerda yedirishni boshladi semental bolalikni. Yeyversiz. Sog'ishni boshladi ikkinchi sigirda shu yerda. Zoirjon, bu mollar boru qo'rqmay olaveradi. Nima desangiz, sinovlardan o'tgan mollardan qarang, yelini yumshoqligini qarang. To'lasan chiqishlari bir xilligi napolar yaxshi ekan, uzoqdan ko'rinishi ko'rsatmaysan, yuvoshligi ham zo'r. Limon xulosdan ustini sog'ib beramiz, men boshladik. Napollari, to'lasdan chiqishlari ko'rsatmaysan, yuvoshligi zo'r. Uzib turamiz hozir. Mana ikkinchi faqirga ham yo'la sog'amiz, ikkinchi sigirimiz ham birinchi faqirni sog' bo'ldi. Qaymadi qarang, Zoirjon. Uniki ham zo'r ekan, qo'ylik. O'tamazdi. Boshqacha ko'rinyapti. Ikkinchi faqir boshlandi xolos. Mana endi shu yerda ham sog' bo'ldik. Ikkinchi faqirini ko'ryapsizlar. Mana oldi. Yana yeyman. Yana yeyman deyapti, suti yana yeyish shekilli janob. U qo'yadi. Birinchi U bolasiga qolaversin. Qo'ygan bolasiga qolaveradi. Qaymog'i hammasi mana shu uyda deydi-yu. Haqiqatda. Qarang. Suti qo'yiligi boshqacha ko'rinyapti. Eslaymasin, suti ko'p ekan ham. Ikkinchi faqirini ko'ryapsizlar. Bu birinchi faqir edi. Ikkinchi faqir birinchi qo'ydik. Sutor bo'lsin, suti ko'p bo'lsin deganlarga xohlasa, mana ma'lumotlarini ko'rsatib, sog'olishlarini ko'rsatib o'tdik. Telefon qilaverasizlar. Shved, Kashtan, Eston. Uchilasini olaman deganga ham, bolasi dona olaman deganga ham arzon qilib kelishtirib beriladi. Oxirigacha ko'rganlarga qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyga yaxshi fikr bildirganlarga ham, salom yo'llaganlarga ham rahmat qilamiz. Hammaga rahmat. Shularga rahmat. Mollarni bola yelinida hali suti bor. Men endi o'zim bolalar yo'qligiga shashilib soldim. O yeyman popdi. Turishini ko'rdingizmi? Ishdan ancha yeyib popdi mana shunday. Hozir shunda 4 litr sut bor yani. Shunaqa sut yeydi, chiqadimi sog'ilsa? Qo'yib berilgan yo'q. 4 litr sut bor. Rahmat shularga 5 ga yetib bering olganlarga. Bizni gapimiz oxirashi. Like'lar bosinglar, xudo xolasa mana shunaqa chiroyli sinoqda mollarni chiroyli qilib uylaringga yetkazib olib beramiz. Rahmat. Iloyim baraka topinglar. Olganga sotgan Zoirjon, sizga ham katta rahmat. Sog' bo'ling aka. Salomat bo'ling. Hammaga rahmat. Oxirigacha qo'llab-quvvatladik, rahmat bilan sog' bo'linglar, salomat bo'ling.